Hormang kelin. Voy. Salomat bo'ling oyijon. Nimaga qo'rqib ketdingiz, tinchlikmi? Nima ovqat qilyapsiz? Go'sht say. Go'sht say? Voy! Nima ahvol bu? Menga qarang. Qancha go'sht soldingiz bunga? Ha, endi go'shtli ovqat to'yimli bo'ladi-da oyijon. Yo'q, rostdan bilmas ekanmiz. Bunaqada ro'zg'orimni quritib tashlaysiz. Bunaqa go'sht solishingizda. Bu go'shtni tejab ishlatish kerak. Kamida 1 kilo go'sht sovorgandirsiz-a? Bilmadim oyijon. O'lchab ko'rmadim, lekin muzlatgichdek hamma go'shtni soldim. Boplabsiz. Voy sho'rim, axir uni dadangiz yaqinda bir haftaga yetkazasizlar deb olib kelgan edilar. Mendan biroz so'ramaysizmi? O'zim bo'lib berardim. Nimaga o'z boshimchasiz? Bilganingizni qilaverasiz bu uyda. Bu nima qilganingiz? Nima qilganingiz o'ylab ish qilasizmi o'zi? Kechiring oyijon. Biz ovqatga go'shtni ayamay solamiz-da. Siz solaverasiz. Bizning yo'rig'imiz boshqa. Rejamiz boshqa. Bir og'iz so'rash kerak. Boplabsiz. Bo'lar ish bo'pti. Bundan keyin ovqat qiladigan bo'lsangiz, masalliqni mendan so'rang. Qancha solay, nima solay? Qanaqa ovqat qilay deb bir og'iz ham so'rab qo'ying, xo'pmi? O'zingizcha bir narsalarni pishiravermasdan. Xo'p bo'ladi oyijon. Shu xo'p deb sehrli so'zlaringizni aytib meni aldamoqchi bo'lasiz. Ana u kirxonada ham kirlar tiqilib yotibdi. Qachon yuvib qo'yasiz? O'shani aytishim shartmi sizga? Bilib o'zingiz qilsangiz bo'lmaydimi? Uylarni ham tozalab chiqing, changlarni artib chiqing. Bundoq yerga qarab, u yoq bu yoqni qarab yuring axir. Qachongacha gapiraman? Charchab ketdim, bu chakayim osilib ketdi gapiraverib. Xo'p bo'ladi oyijon. Yana xo'p bo'ladi oyijon. Hamma yo'ni yig'ishtirib chinnidek qilib qo'yaman. Shunaqa qiling. Ovqat pishsa chaqirarsiz. Xo'p bo'ladi oyijon. Mayli. Ish qilib asablarim tamom bo'lib ketmasa bo'ldi.